Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bu safargi ishimizni ham tugatib oldik. Bu safargi ishimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida bo'lib o'tdi. Samarqandning beshlik ishlaridan terdik. Mana shunaqa shakllar berib, ozgina noodatiy ko'rinishda bo'ldi. Uyimiz 50 kvadratga yaqin. Samarqandning beshlik ishlaridan terdik. Sokil qismi ham marmar terilgan. Marhamat, ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Uyimizning balandligi 370, uzunligi 16 metr. Ko'rib ishimizga baho berasiz. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab. Описаниеda nomerlar qoldiramiz. Bitta laykni ayamaysizlar.